Boks tarixidagi eng dahshatli skandalni birgalikda kuzatamiz do'stlar. O'tmishga sayohat. 1997-yil Las Vegas. Millionlab odamlar ekran qarshisida temir Mike Monster Evander Holyfieldga qarshi. Ro'parosa 1 yil oldin Holyfield Taysonni nokaut qilib mag'lub qilgandi. Endi Tayson qasos olish uchun ringga qaytdi. Jang boshlandi, atmosfera portlash darajasida. Tayson agressiv, Holyfield esa juda sovuqqon. Tarixdagi eng shok holatga yaqinlashyapmiz. 3-raundga kelib hammasi o'zgardi. Tarixdagi o'sha skandal Tayson Holyfieldni quloqini tishlab oldi. Butun arena jimjit, hamma nima bo'lganligini tushunmayapti. Bir parcha quloq yerda yotdi. Mana bu jang, mana bu slow motion, dahshat hikoya, dahshat jang. Referi jangni to'xtatdi. Tayson diskvalifikatsiya bo'ldi. Tarixdagi eng shok, eng skandal vaziyat.